Alhamdulillah, yetkizganiga shukr. Hozir qaysidir firibgaram xuddi shunaqa deyap turgandir. Sizga kod bordi, aytib yuboring. Mollaram pasport olyapti ekanda. Brat, orqasini ham qo'ymabsiz. Orqa tomoni qani? O'chirib yuboring, kimdir kredit olmasin. Yana ham bu rasmda ma'lumotlarini o'zim berkitdim. Bu brat ochiqchasiga qo'yib yuboribdi. Davay, nima suhbat qilamiz? Tema bormi? Endi hozirgi zamonda tema so'zini ishlatish juda katta xato. Sababini bundan oldingi videoimda ko'rsangiz juda yaxshi tushunib olasiz. Nomer bering, tel qilaman. Bering nomeringizni. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qayerdansiz? Assalomu alaykum. Salom, qayerlisiz? Qisqacha qilib tushuntiraman, bu odam tema deganda mavzuni nazarda tutyapti, ya'ni qanaqa mavzu bor, gaplashaylik deb. Qolganlar bo'lsa buni gey deb o'ylayapti. Chunki geylarning maxfiy so'zi bu tema. Tema topinglar, gaplashaylik. Mana bu ham adashib qo'ydi, masalan. Menga yozing, zo'r tema bor. Men ham eshitay. Qayerdansiz, krasavchik? Temasiz o'zingiz? Akiti bormi? Aytgancha, hammanglarga kirib kelayotgan yangi yilda omad tilab qolaman. Hozir qaysidir miyasida o'simtasi bor kelib, yangi yil kofirlarning bayrami, uni nishonlab bo'lmaydi, uni tabriklab bo'lmaydi desa, qo'shimcha qilaman. Oldin ham aytganman, hozir ham aytaman. Biz yangi yilni Rojdestvo yoki Merry Christmas uchun nishonlamaymiz. Ular xristianlarning diniy bayrami hisoblanadi. Iso alayhissalomni tug'ilgan kunini nishonlashadi. Yangi yil bayrami bu diniy bayram emas, u rasmiy bayram hisoblanadi. Masalan, 8-mart xotin-qizlar bayrami, 1-oktyabr o'qituvchilar bayrami, shu kabi hamma davlatlarning o'zining mustaqillik bayrami va shu kabi yangi yil ham. Yangi yilni nishonlash savob emas, lekin gunoh ham emas. Agar dasturxoningizda harom narsalar bo'lmasa, shunchaki oila bilan, yaqinlar bilan kirib kelayotgan yangi yilni kutib olishda nimasi yomon? Yil yangilanganini nishonlashning nimasi yomon? Bu galgi sonimiz yangi yil bayram soni bo'lgani uchun asab buzar yoki og'ir mavzularni emas, shunchaki kayfiyatni ko'taradigan mavzularni tanlab qo'yganman. Qani unda videoni boshladik. YouTube kanalida. Aka ko'ring, vapshi cringe. Obunachilar ham tashlagan videolarni kommentariyalarini ko'rib chiqamiz. Esingizdami, bu odam aeroportda juni ko'kni itargani uchun ertasi kuni armiylar uni uy manzilini topishga O'ynashmagan BTS bilan, armiy urar dunyo bilan. zo'r gap bo'libdi lekin. Zo'r maqol ekan-e? O, qoyil. O'ynashmagan BTS bilan, BTS urar armiy bilan. Armiylar olg'a. Armiy bor joyda axranalar dam oladi. BTS armiylari bilan o'ynashma. Agar sevganing armiy bo'lsa, vapshi BTSga xuyt qilma. Armiy, biz dunyoni qo'lga olamiz. Olg'a dalblar, biz dunyoni qo'lga olamiz. Qo'limizda o'sha. Nervimni chiqarib piydas. Xudo olmayapsan dalblar. Jimda xorram odam bor-da. Homiladormisiz? Oldinlari Threads'da direct funksiyasi bo'lmas edi, Instagramga o'xshab. Faqatgina kommentariyalarda yozishsa bo'lardi xolos. Xabaringlar bo'lsa, 1-2 oy oldin Threads Instagramga o'xshab direct funksiyasini qo'shib qo'ydi va bundan foydalanib juda ko'pchilik menga Threads'dan direct orqali yozishyapti. Salom. Salom. Qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Ha, yaxshi. Men sizni atvet yozmaydi deb o'yladim. Kibr deb o'ylardim. Nima bo'ldi? Kibr deb haqorat qildingiz. Dilim og'ridi. Uzr, rosti, videolaringizni ko'raman. Ko'rinishingizdan shunday deb o'ylayman, lekin unday emas ekansiz. Rodrigoga gul qistirsangiz ham dilim joyiga tushmaydi endi. O'lgim kelyapti. Iltimos, uni to'g'ri yozing. Olgim kelyapti. Olgiz kelyaptimi, o'lgiz kelyaptimi? To'q.
bizga. O'rgataymi? Salom, Instadan PP tashab qo'ying. Bu bag'da o'laman deyapti. Sen nima deyapsan? Bir marta kelasiz hayotga. Hamma narsa o'tkinchi. Mazza qilib yashang, boshqa tarafdan qarang hayotga. Qanchalar go'zalligini bilasiz. Ha, to'g'ri. Dunyoda millionlab insonlarning imkoniyati cheklangan. Millionlab insonlar ovqatsiz. Seni qo'lingdagi telefon millionlab insonlarning orzusi. Sen millionlab insonlarning orzusida yashayapsan. Bilasanmi sen o'zingni qanchalik omadliligingni? Agar bilmasang, Telegram kanalimga kirib, mana shu ishtirok etish degan tugmani bossang, birgina tugmani bosish orqali minglab obunachilik kanallarni yutib olishing mumkin. Tasavvur qilyapsanmi? Bir dona tugmani bosish orqali YouTube kanallar seniki bo'lishi mumkin. Kanal manzilini eslab qol. Detski bo'lmanglar bolalar. O'zi 2017 endigina tuxumdan chiqqan qiz bo'lsangiz. Bular gapiryaptimi? Karatega boraman, asabiylashtirmang. Men ham yotima karatega boraman. Nimani tushundingiz erkatoy? Boringni. Osonlicha ketish yo'q. Endigina o'z baxtimni topdim-ku axir. Juftimga aytaman, dabdalingizni chiqazadi. Nechinchi yil juftingiz? 2015. Gap bormi? Qaysi maktabda o'qiysanlar? Uzr, mendan o'tgan bo'lsa faqat juftimga tegmang. Qalbim og'riydi. Bo'ldi sinam, mujikka mujikman. Hozir nima qilay endi? O'zimni osib qo'yaverayman sig'ida. Ortiqcha ko'p gapirib sizlarni vaqtinglarni olish niyatim yo'q. Lekin bitta narsani sizlarga eslatib qo'ygan bo'lardim. Mehnatimizni qadrlagan holatda obuna bo'lib qo'ysanglar, bu bizga eng katta motivatsiya bo'ladi. Bizga faqatgina obuna kerak hozirgi paytda. Chunki biz soatlab, kerak bo'lsa kunlab mehnat qilyapmiz bitta videoni ustida. Bitta video o'rtacha 3 kun, 4 kun davomida tayyorlanyapti. 10 daqiqalik video. Oson emas. Shuning uchun nima qilishni o'zingizlar bilasizlar-ku, to'g'rimi? Kelinglar jigarazavrlar, bu galgi sonimiz yangi yil soni bo'lgani uchun yil tahlilini qilsak. Ya'ni meni umrimdagi birinchi Threads videoyimdan boshlab hozirgi holatgacha. Ko'pchilik ko'rmagan bu videolarni shuning uchun maroqli tomosha tilayman. Xabaringiz bo'lsa, Instagram yangi platforma ishlab chiqarganda. Twitterga o'xshagan. Bunda siz birorta insonga yozsangiz, hammaga ko'rinib turadi. Ya'ni directly tukadigan narsalar yo'q. Ishonasizlarmi platformani? Ko'zi qonga to'lgan o'zbeklar egallab olgan. Istagan odam qiz bolani rasmini qo'yib, Qandoq g'ozlar. "Qizmana" deb yozdimi, ketdi shu bilan. Osmondagi xayolimni shu rasmlar yerga qo'yatgan go'zal. Salom, alaysiz, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tanishaylik. A few moments later. Salom, alaysiz, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tanishaylik. Nima bo'ldi? Hech nima. Eta qoling. O'zim zerikyapman. O'zingiz nima qilyapsiz? Zerikib yotibman. Assalomu alaykum. Alisizlar. Va alaykum assalom. Biz yaxshi. O'zingiz qanday? Dunyo go'zali. Yaxshiyam Instagramda direct bor ekan. Assalomu alaykum hammaga. Menga bitta yigit kerak. Men 2009 man Andijondan. Instagramdan yozinglar. Shunga yozsanglar, faqat mujik bola bo'lsanglar yozinglar. Oxirgacha boradigan bo'lish kerak. Toshkentlik mart yigit bo'lsa oxirgacha boradigan yozsin. Kutaman. Farg'onali, Nurim rasxod qilib yuradigan yigit kerak. Bu yor ko'rsatuvi emas. Bu Threads. Nima deyapti rasmda? Uxti, chiroyli bola ekansiz lekin. Rahmat. Voy, unaqa qilmang. Kompot bo'lib qolyapman-u. Yo'q. Voy, ha. Yaxshi-da. Ha-da. Voy, atilab qilyapsizmi? Nima qildim? Mana shundoq qilsangiz, kompot bo'lib qolyapman-u. Kompot bo'lmang. O'rik sharbati bo'ling. Xo'p-de. Nimaga hech qaysi yigit gap otishni bilmaydi? Qalay soppoq qiz? Yemadi. Qoramisiz? Hech umringiz davomida shunaqa yozuvga ko'zingiz tushganmi? Meni onamdan shikoyatim bor. Nima, yerga bermadimi? Yig'lab turib kulishni o'rgatgani uchun. Dunyoni bir tomonida katta kashfiyotlar amalga oshirilyapti.
boshqa tomonida katta yo'qotishlar. Bir tomonda farg'onaliklar og'ir kunlarni boshidan o'tkazyapti. Hamma nima g'amda-yu, bu yoqda bittasi Bu oy surf versiya yangilanibdi-ya. Oldingi versiyoni yaxshi edi, menga bunisi uncha yoqmadi. Mani qanaqa qiz deb o'ylaysizlar? mana misol uchun umrida birinchi marta ko'rib turgan, yozgan xabarini ko'rib turgan odam qizga yoqish uchun Sizni rosa aqlli qiz deb o'ylayman. Dahshat qiz deb o'ylayman. deb yozganlar ham juda ko'p topilar ekan. Lekin bunaqasini ko'rmadim. Bitta chiroyli qiz Kim qo'shiq aytishni biladi? deb savol berdi va bu yoqda u qizga yoqish uchun Sen sevganing qattiq, ko'zlarim ko'r bo'lib. yoki xuddi shuni teskarisi bitta bola Oshpazlar bormi o'zi? desa, irsiragan qizlar bu yoqda Begim bening joy beraman, yuragimdan joy beraman. Siz ham Toshkentlik bolalar bo'lsa tanishamiz. Toshkentliklarki boshqacha bo'ladimi? Toshkentlik bolalar siz bilan tanishmaydi. Qo'qonliklar bo'lmaydimi? O'zingga to'g'ri bo'lsa Instadan yoz, gaplashib olamiz. Toshkentdanmisiz musulmonka? Ketdi bunda tanishuvlar olamiga. Sevasan unda kul. Sevasan unda asra avayla. Unga egalik qil. Hech kimga berma. Urash. Hech qachon ikkilanma. Ikkilandingmi? Unda tinch qo'y. Baxtini topsin. Agar hech kim yo'q bo'lsa nima qilaylik? Falokat oyoq ostida. Eng alam qilgani do'stim deb yurganlarimni soxta bo'lib chiqishi. Shunchaki hammasidan charchadim. Keling yonimga bir pas dam olasiz. Nimaga? Nima bo'ldi yaxshi qiz? Videolashgani qiz bola do'st kerak. 2010-yil bo'lsa yozsin. Orqindagi soat top tashash kerak, xoramila. Birga birini qo'shsa 3 bo'lishi mumkinmi? Yo'q, 2 bo'ladi. Isbotlab bersam-chi? Xo'sh, qanday? Oddiy-ku, bir yigit, bir qiz, oila, baxtli hayot va qarabsizki 1 + 1 3. Tushundingiz menimcha? Boring, jinni. Koreys tilini biladigan do'st kerak. Anihasiyo. Nihao. Salom, tanishadiganlar bormi? Aynan shu qiz haqida video profilimda bor, kirib ko'rishinglar mumkin. Albatta xonim, siz taklif qilasiz-ku, biz yo'q deymizmi? Men sizlarni kuldirish uchun harakat qilganim yo'q. Bu holat tashqaridan qanchalik xunuk ko'rinayotganini ko'rsatib berish uchun harakat qildim xolos. Ingliz tilini biladigan qiz kerak. Qiz bo'lishi shartmi? Qiz bo'lmasa ham farqi yo'q. Bilmasa nima bo'ladi? Ingliz tilini biladigan qiz kerak bo'lsa Amerikaga boring. Birga ketamiz o'sha qiz bilan Amerikaga. Ha, yo'q. Men ingliz tilini bilaman, lekin Turkiyaga boraman, Amerika bo'lmaydi. Sevdim siz asal qizni. Yo'q. Ha, ye. Balki nomeringizni berarsiz. Mayli. Bering unda. Mana qanaqa qiz deb o'ylaysizlar? Bu savolga javobni oldingi videolarimdan topsalaring bo'ladi. Bugun avtobusga chiqqim kelib qoldi va bir qizni ko'rib qoldim. U hamma qizlar kabi chiroyli edi, lekin undagi nimadir meni o'ziga jalb qildi. Avtobusdan tushib izidan metrogacha tushdim. U chiqqan metroga chiqdim. Qanaqadir gapirishga duxim yetmadi, lekin baribir gapirdim. Juda chiroyli qiz ekansiz. Yigitingiz yo'qmi? dedim va u menga bor dedi. Men shundoq u qizga qarab ichimda degansan deb xayrlashib metrodan tushib qoldim. Rostdanam degan zay Amir Temirgacha bordi. Siz bir qiz ko'rib qolmayotganda aka, oqibati yomon bo'lar ekan. Bitta vafoli uchrab qoldi. Ha, sevgidan kuygan inson. Sevgidan kuymadim haligacha. Ha,
Hatto siz o'zi. Hech kim bilmas joyda. Ana u qizga ichimda aytgan gapimni aytaver, shu gapingizga. Qaysi qiz? Kim u? Ipani o'qing postimni avtobus haqida yozganimni oxirigacha o'qisiz tushunib olasiz. Ha, o'qidim. Yetimda hatto siz. Viloyat. Men ham Qashqadaryodanman. Voy, ana bo'lmasam. Vujuding jaqasidanman. Siz o'sinday jerni bilasizmi? Bilaman. Bu videoda ma'no qidirmanglar. Shunchaki sizlarni ham azoblanishinglarni xohladim. Свади yorım mani, oşe yorım kanı. Men shatta. Cinimi siz yigitim bo. Zapasga yam bormi? Yigitim bita. Ikkita bo'lsa bo'lmaydimi? Bob koygan. Uchtachi. Agar imkoniyatin bo'lsa, oltida o'gat vormani. Kelishdik. O'g'ota sizmay. Albatta. Terasizmay. Noto'g'ri bo'lsa chirakamiz. Noto'g'ri raqam qo'ymayman-ku. Hop kuting anda. A few moments later. Qancha kutayana. Shunchaki hazillashdim. Dinna bo'ling bo'lmasa. O'g'il bola do'st kerak. Mendan do'st chiqmaydi. Yozdingmi unda? Qiz kerak. 2012-yil bo'lsa zo'r. Nima? Nima hamma 2012 qiz qidiradi? Kerak. Ha, yozavering. Yo'q. Yozing, tanishib olamiz. Yo'q degan gapni tushunasizmi? Yo'q. Siz nechinchi yilsiz? Bilmasam. Tezda bering. Yo'q. Nimaga? O'ziga. Yozing, iltimos. Yo'q. Alo. Salom. Nima bu? Bosib yozing shunga. Yo'q. Yozing, iltimos. Yo'q, yozmayman. Yozing deri. Yo'q. Nimaga? O'ziga. Yozavering. Yo'q. Bo'pti. Atushi cho'qinaman, kuchu bo'lib uraman, naqalini o'tirib olib oyog'ingni o'paman. Yomg'ir qor yog'sa ham oynangni tagida turaman. Ot bo'lib kishnab sani yelkamda ko'tarib yuraman. Shunaqa yo'nalish yoqadigan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ysalaring, yana shunaqa videolar chiqarishda davom etaman. PUBG o'ynaydigan do'st kerak bo'lsa, lich yozinglar. Atushi cho'qinaman, kuchu bo'lib uraman, naqalini o'tirib olib. PUBGda agar akkauntinglar zo'r bo'lsa, unaqa qizlarga o'zinglar yalinib, druzya tashlashingiz shart emas. O'zlari to'lib ketadi zaprosinglarda. Bunaqa akkauntlarni qayerdan olishni bilmaysizlarmi? Hozir o'rgataman. Mayda sizning PUBG akkaunt savdo kanalizning reklamasi bo'lishi mumkin edi. Nima deyapti bu jinni? Qizlar aqirlib ketdimi nima? Daraxtni tepib ko'rdingizmi? Da, anaqalar to'kildi. Anaqalar, anaqalarda. Yoshim 21da, unaqa yoshdan o'tganman. 04misiz? Ha, qayerdan bildingiz? Yuragim sezyapti. Xolamni gapini aytaymi? Aytsam janjal. Yetinchi. Yuragingga jamash o'dirdi. Ma'no qidirib topolmaganman. Nima? Bilmadim. Ha, kechqurun muhokamaga qo'yamiz. Hozir ishga keldim. Zerikmen. Men obedga chiqdim endi. Iya, men o'sha bir kunlik ishimni qilib tashladim. Meni kunim rejali, unaqa avvaldan qilib tashlash yo'q. Ha, yaxshi-yu. Oddiy inson vaqtni qanday o'tkazishni o'ylaydi. Buyuk inson esa vaqtdan qanday foydalanishni. Men foydalanishni bilaman. Yaxshi. Yaxshi-da, nima gap? Salom qani? Va alaykum assalom. Charchaganingizda nima qilasiz? Uxlayman. Qachon? Senga nima qizig'i bor? Qachon uxlashini? Shu bir nima qilib yozishib olsa-da. Yigit kerak gaplashgani. Kerak emasmi so'rgani? Meni so'radingizmi? Yilqil gaplashamiz. Yigit kerak deysizlar-yu, lekin gaplashmaysizlar. Ne shunaqa? Salom oppoy, bu sizga. PP qaytarib yuboring, Instadan bosdim. Gaplashamiz, onash. Onash?
Senlar bu g'ururni ko'chadan sotib olganmisan, yetim cho'yalchendan tarqaganlar. Men nima qildim bunga? Nima qildim men hozir masalan? Birinchi qildimmi men birovga? Bu holat tashqaridan qanchalik xunuk ko'rinyap turganini qachon tushunib yetasan? Qiz kerak. Piyma kerak emasmi? Tinchlikmi? Xotin kerak, uylanaman. Ey, jinni, xotinni Sridisdan qidirasanmi? Oila qurish uchun sevgini o'zi yetadimi? Bu Sridisda onaxon, otaxonlar o'tiradigan joy deb o'ylaydi shekilli. Hozir bilasanmi qanaqa javob keladi? Sizga yana nima kerak? Sevgi nima? Sevgi bu o'yin. Sevgi bormi? Atrofi o'rmon. Xunukligim uchun yigitim yo'q. Bechoragina. Milfa kerak, men 2012 man. Lichga yozing, gap bor. Geymi bu? Go. Tasavvur qilyapsizmi? Endi 2012-yil bolachani ham o'zini milfasi bor. Agar shu yo'nalish sizga yoqadigan bo'lsa, qachon obuna bo'lasiz? Sevgilimni sog'indim boru. Yigitingiz bormi? Borda. Bo'lganda Instagram ochtirmasdi. Ha, xayolimda xotiram bilan qolgan. Jonginam yuraverdi. Nega badanim titraydi? Yo'qmi katta qo'rg'onda kelishgan yigitlar menga o'xshagan. Kelishgan yigit nimaga kerak sizga? O'zingiz ham o'g'il bola ekansiz-u. Tashinnikizdi. Endi maqtamoqchi edim, degan. Insonlar, kelinglar yaxshi narsalardan gaplashaylik. Ha, yaxshi gap eshitsa qalbi yayraydi insonni. Tanishsak bo'ladimi yaxshi qiz? Hamma bu yoqda cringe'lik bilan ovora, bu yoqda bo'lsa, mani xorrami? Yalatasizmi? M416 5 level bo'lgan akkaunt kerak. Chopib ketishgami? Kerak emas. Bermayman. 2008 man. Yigitim yo'q. Bo'lsa yo'q demasdim. Bikilar yozmalaring. Xayrlisan o'zing, tuzukmisan yo ko'rib qo'rqib ketamizmi Esmeralda? Ja chiroyli gapirarkansiz-a? To'g'risida oymonmo. Unda ko'rmang Quyosh amaki. Chiroylimisiz dangali? Oynaga qaramaganman. Insta yurchi. Sabab? Prosta u bu narsalarni gaplashamiz. Okey. Ota-onalarga murojaatim, agar sizga ham farzandingiz shunaqa er oqtarib, xotin oqtarib internetda yurishini xohlamasangiz, tarbiyada sal qattiqroq turing va qo'lidagi telefonini olib qo'ying yoki katta bo'lmasdan issig'ida o'ltirib yuboring. Va oxirida qaysi omadli qizga nasib qilar kimman? Yoqimtoyligingiz siri nimada? Bilmadim. Insta bormi? Ha, bor. Bervoring. Instangiz bormi sizni ham? Da, Edit 5909. Ha, ayting. Edit 5909 yozsangiz chiqadi. Nima deb yozaman? Qidirishga Edit 5909. Edit 5909. Username nima ekan? Edit 59. Podpiska tashadim. Hattoki shular ham bir-biriga obuna bo'yapti. Siz menga qachon obuna bo'lasiz? Salom yaxshi qiz, tanishsak bo'lami? 5 mahal namoz o'qiyman. Ha, biz o'sha bolaligini telefonsiz o'tkazgan oxirgi avlodmiz. Futbolni PlayStation yoki mobil o'yinlarda emas, mahalla, ko'chalarda shomga azon chaqirguncha o'ynardik. Maktabda birorta qizga gapimiz bo'lsa, uni Telegrammi yoki Instagramiga yoza olmasdik. Chunki na akkaunt bor edi u paytlarda, na telefon bor edi. Qayta husnixat bilan xatlar yozganimiz esimda. Hozirgilarchi? Yigit kerak 2010-2011. Atushi cho'qinaman, kuchi bo'lib uraman, naqalingga o'tirib olib oyog'ingni opaman.
Tushunmaganlar bo'lsa tushuntiraman. Hammamiz bilgan Instagram odamlar o'z fikrlarini batafsilroq muhokama qilishi uchun o'z shaxsiy dasturini Threads'ni yaratdi. Chet elliklar esa bundan to'g'ri foydalanib, yangi g'oyalar ustida jamoaviy bo'lib bosh qotirishyapti. O'zbeklar esa bundan shu darajada foydalandiki, xuddiki yor-yor ko'rsatuvida o'tirgandek bo'lasiz. Sportsmen bola kerak. Spirtsmen bo'lmaydimi? Qora belbog'im bor, siltab. Uyqu kelmayapti, zerikdim. Chilay hidlang, uxlaysiz. Menga $100 bering, o'zim uxlataman sizni. Shu yo'nalish yoqadigan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying. Va qizlarga bitta muhim gapim bor. Muhim gapni faqatgina Instagramdan eshitsangiz bo'ladi. Shundan ham cringe komment qiling. Obunachilarim tashlagan videoni kommentariyalarini ko'rib chiqamiz. Kimni hayoti anime ko'rgandan keyin yaxshilashdi? Meniki zo'r. Meniki qizlarga qiziqishim yo'qoldi. Bir xil bo'libmiz, lekin meniki hayotdagi qizlarga qiziqishim yo'qoldi. Lekin animedagi qizlarga qiziqishim ortyapti. Menda ham shu, to'yga o'g'il bolalarga va bundan juda ham xursandman. Menimcha anime ko'rgandan keyin hech kimning hayoti quvnoq bo'lmayapti. Hayotga qiziqishim ortdi va auram ancha yaxshilandi. Meniki Dardlarimni ichimga yutishni yanada puxtaroq o'rgandim. Bu meni uyim, hamma joyi teshini. Qorong'u xona, meni joyim tinchgina. Men anime ko'rib, anime ko'rmaydiganlar uchun manipulyatsiya qiroliga aylandim. Odamlar aslida hozir qanchalik razil va ahmoq ekanligini bildim. Hozir bo'lsa manipulyatsiya qirolichasini izlamoqdaman. Endi obunachilarimga sovg'alar berishni boshlayman. Sizlardan hech nima ketmaydi. Shunchaki obuna bo'lib qo'ysalaring bo'ldi. Mening Threads'dagi ijodim shulardan iborat ekan. Meni kechiringlar, sizlarni yangi yil arafasida kayfiyatinglarni buzish niyatim yo'q edi. Azoblaganim uchun uzr.